Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Hasanjon Qo'shaqov va Hasan Musofir TV YouTube kanalimizni kuzatib turibsizlar. Oxirgi paytlar Rossiyaga kelishimdan oldin mana shu insonda, blogerda Begzod akamda videolar ko'p aylanib qoldi lentalarda, Instagram, YouTube shortslarda. Begzod akamni o'ldi, vafot etdi deb kommentariyasini o'qisam, skrinshot ekranga ham chiqaraman. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb shunday odamlar ishonib akamiz haqqa duo qilyapti. Do'stlar, aldanib qolmangizlar, mashinalar ko'payib, prosmotrlardan pul ishlash uchun har nima qilyapti. Mana Moskvaga keldim men Begzod akam bilan. Moskvada metro Tolskida 2-yoqdan. Mana ko'ryapsizlarmi? Podzemniy xotdan mana shunday o'tib ketsa bo'ladi. Shu yerda turibmiz. Begzod aka yana bir bor assalomu alaykum. Mana o'lgani, tirik. Assalomu alaykum. YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimizlar. Mana men va nihoyat Moskvaga yetib keldim. Hozir sizlarga bir insonni tavsiya qilib o'taman, Murod akamizni. Assalomu alaykum yana bir bor. Hasanjon, yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? Rahmat. Musofirlar uchun dokument xizmati bo'yicha Murod akamiz jon qo'ydirib ishlayapti. Bu yerda mashinistva degan narsa yo'q. Murod akamiz bizni mana ko'rinish berib, 100% ishonchli uchun sizlarga chiqyapsiz. Aytingki, nimalar bo'yicha ishlaysizlar? Hozirgi kunda bizda трудовой договор уведомлениясini original 100% javob beramiz. Plus INN, SNILS, keyin запрет проверка. INN, SNILS, запрет проверка по всей России, Rossiya bo'yicha. Mana bu трудовой договор уведомленияsi bilan bo'lsa, Moskva oblast. Moskva oblast. Keyin patentni sertifikatiga yordam beramiz. Uni aloqaga chiqqanda men o'zim tushuntirib beraman. Mana sizlarga shunday xizmatlarni yo'lga qo'ydik. Ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsalaringiz, albatta Murod akamiz o'zlari javob beradi. Assalomu alaykum Hasanjon obunachilari, aka-ukalar. Endi har xil odamlar bor. Rasmotidan pul ishlaydimi, maqsad kim bilmayman. U odam rasmiy ham bor. Mayli o'zini yo'liga. Biz tirik, Xudoga shukr, alhamdulillah. Mana Moskvada metro Tolskiy ikkinchi vaqtdan chiqqanlaringda siraz o'ng qo'lga qayilib turib, orqaga qarab ketsang, bitta podzimka bor. Podzimkadan o'tsalar, mana biz turgan joy. Shu yerga kelsalaring, shu yerda Xudo xolisa Торговый center Kорабль mana bu tomonda to'g'riga kirib turib, Belayni oldidan o'ng tarafga qarab burilsangiz, ikkinchi ofis shu yerda. Shu yerga kelsanglar do'stlar, bu yerda SNILS, biometriya, gosluk, sim karta va Tinkoff karta ham shu yerda qilyapmiz. Inini ham? Inini qilmaymiz. 500 rublga. Ya'niki bu hammasi bepul. Bir dona sim karta sotib olsangiz, qolgan hammasi sizga tekinga tushadi. Juda ko'pchilik qiynaladi. Misol, mana siz keldingiz, yangi keldingizmi yoki pasport almashtirib keldingizmi, sizda shu narsalarni to'g'rilab olib, priyomay Saxroga borsa bo'ladi. Bo'ladi. Siz keldingizmi, sizda biometriya yo'q, yangi odamlar sim karta olish problema. Birinchi o'rinda nima qiladi? Pasport perevod qiladi. Undan keyin MFCga boradi yoki Sfer pension fondga boradi. Pension fonddan примерно 3 kun bir haftada chiqadi, balkim 1 soatda chiqar SNILS. Uni olib MFCga gos uslugini ochtirgani bo'ladi. Gos uslugini ochtirgandan keyin biometriya topshirib через Sberbank ana undan keyin sim karta olish mumkin. Mana shu hamma narsani bitta qilib, mana metro Tolskiy o'zimiz ochdik. O'zim ham har doim shu yerda, endi ishlar bilan boshqa joyga chiqishim ham mumkin. Pastda ham shu yerda bo'laman. Kelinglar. Yangilar, pasport, migratsiya, tamom. Hamma problem xudo xolisa to'g'rilab beramiz. Endi o'ldi, bu odam o'lib qolibdi deb video chiqargan ekan. U ham bir shunaqasidan rizqni o'ziga ma'qul debdi. Yomon niyat bo'lmaymiz, xudo xolisa biz tirikmiz. Bemalol kelsalar ham bo'ladi, mana Hasanjon. Mana Begzod akam jivoy yonimda turibdi. Do'stlar, agar ishlamayotganlar bo'lsa, mana kelsalaringiz akam o'zi ofisda bo'ladi, bemalol ko'rishib, ishlaringizni hal qilib olsalaringiz bo'ladi. Biz sizlarga hozir yana qandaydir ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, video davomida ko'rsatib ichkariga kirib, ofislargacha ko'rsatamiz. Va murojaat uchun ekranga albatta Begzod akamlarni telefon nomerlari, rабочий nomerlar qo'yiladi. Ishxona nomeri bo'ladi. Ishxona nomeri bo'ladi, rабочий nomerlar. Aloqaga chiqib, masalalarni hal qilib ishlaringizni kelsalaringiz bo'ladi. Shu orqada ko'rinib turibdi. Yana bir narsani aytib qo'ymoqchimanki, patent olgandan keyin juda ko'pchiliklar odamni turdoydagi ishxona beradi yoki sotib oladi, dalish qilmaydi-da. Qilishni bilmaydi. Kelsalaring shu yerda qilib beramiz. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin, ichkani ko'rsatamiz.